Doğrusunu etsem şu öğrenciden. Yo çoğulcuyum, yo çıkışıp keladi o'yladim. Muhammadjon aka, boya konsultatsiya jarayonida bitta o'rinli savol berdingiz. Ya'ni studentlar Xitoy davlatiga borgandan keyin ovqat masalasi bo'yicha qiynalib qolmaydimi, Xitoy ovqatlarini yesa bo'ladimi dedingiz. Juda ham yaxshi savol. Shuning uchun sizni mana Xitoy restoraniga tushlik qilishga birgalikda taklif qildik. Mana ovqatlanib bo'ldik. Nima deb o'ylaysiz? Xitoy taomlari sizcha yesa bo'ladimi? Qanaqa ekan? Doğrusunu etsem şu öğrenciden. Yo çoğulcuyum, yo çıkışıp keladi o'yladim. Nu hozir yeb ko'raman. O'zim ham ovqat tanlamayman, lekin bu ovqatlar menga yoqdi. Ukamni nimada Xitoyda nima yeb ichishdan xavotir olmasam ham bo'lar ekan. Juda ham yaxshi. Sizga o'xshagan, ya'ni ukasini Xitoy davlatiga o'qishga jo'natayotgan yoki farzandini Xitoy davlatiga o'qishga jo'natayotgan ota-onalarga qanaqa tavsiya bera olasiz? Yeb ichishdan boshqa narsadan xavotir olmasa ham bo'lar ekan. Men o'zim ham yeb ko'rdim, hammasi yoqdi. Bundan tashqari, Xitoy davlatida Uyg'urlar yokida Dunganlarning ham halol restoranlari bor. U yerga borib ham bemalol ovqatlansa bo'ladi.